Hammaga assalomu alaykum. Ismim Umar. Men Nur Invest kompaniyasida trading bo'yicha ekspertman. Bugun sizlarga Forexdan yoki boshqa birjalardan minus qilib, sliv bo'lib charchaganlar uchun aksiya bozorida halol va daromadli strategiya bilan qanday qilib pul topish yo'lini ko'rsatmoqchiman. Mavzuni boshlashdan avval Nur Invest kompaniyasi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'taman. Nur Invest bu halol aksiyalar bilan savdo qiluvchi trading kompaniyasi va trading bo'yicha ta'lim beruvchi kompaniya hisoblanadi. Biz savdoni islom moliyasiga asoslashgan holda olib boramiz. Nur Invest kompaniyasi bugungi kunga qadar 1500 dan ortiq talabalarni trading sohasini mukammal o'rganib chiqishiga yordam berdi. Demak, hurmatli slivchilar, tayyor bo'lsangiz biz mavzuni boshladik. Mavzuni boshlashdan avval, strategiyani boshlashdan avval savdo statistikasini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda mana kechagi real bozor vaqtida olingan skrinshotlarni ko'rsataman. Mana Tesla quyida zonalarni yorib chiqyapti va hozircha bir qarashda downtrend holatda, lekin xuddi shu holatidan biz narxini tepaga o'sish uchun prognoz qilganmiz va xuddi shu holatda skrinshot qilganmiz va keyingi natijani ko'rasiz va mana keyingi natija xuddi shu biz chizgan zonadan narx tepaga qarab yurib beryapti. Va keyingi aksiyamiz Riot aksiyasi. Quyida mana sariq zona belgilangan. Shu sariq zonada qanday atrofga bo'lganini ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu joyda o'zida 2 yoki 3% atrofida daromad bergan bir kunning o'zida. Va keyingi Nvidia aksiyamiz. Nvidia aksiyasi menimcha hammaga tanish. Bu aksiyani ham xuddi shu joydan tepaga o'sishiga prognoz berib, real bozor vaqtida skrinshot olingan va keyingi natijasi quyidagi holatda ko'rib o'tishingiz mumkin. Keyingi aksiyamiz Mara aksiyasi. Xuddi shu sariq zonaga kelgan vaqtidan biz tepaga qarab o'sishga prognoz berganmiz va keyingi holatni ko'rsangiz bo'ladi. Bu ham 2-3% atrofida bir kunning o'zida yurib bergan. Va keyingi HIMS aksiyasi, menimcha bu aksiya ham ko'pchilikka tanish. O'zi narxi arzon bo'lsa ham yaxshigina daromad beradigan aksiyalardan va xuddi shu holatdan tepaga yurishini prognoz qilgandik va mana buni ko'rishingiz mumkin. Narx yaxshigina tepaga qarab yurib bergan. Mana shu holatda biz birinchi navbatda qaysi aksiyani, nimani analiz qilganmiz desak, umumiy bozor holati, ya'ni S&P 500 ni analiz qilingan va qolganlari zonalaridan tepaga qarab yurishni boshlagan. Mana bu joyda S&P 500 analiz qilingan va S&P 500 ni ko'rsak, narx tepaga qarab yaxshigina yurib beryapti. Endi bu narsani siz qayerdan bildingiz? Barcha analizlar cho'tki biz aytgan joydan yurib bergan. Buni qayerdan bildingiz yoki qayerdan prognoz qildingiz deydigan bo'lsangiz, xuddi shu strategiyani, xuddi shu daromadli strategiyani sizga shu videoni o'zida bo'lishaman. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ladi. Va videoni oxirida o'quvchilarni natijasini ham ko'rsatib o'tamiz. Birinchi navbatda strategiyamizning mohiyati bu narx yurayotgan bo'lishi kerak. Mana narx holati yuradi, narx harakat qiladi, to'g'rimi? Biz halol aksiyalarni savdo qilishimiz uchun faqat buyga, ya'ni tepaga narx o'sishiga savdo qilamiz. Biz bu holatda strategiyamizning mohiyati bizga narx support zonaga kelish kerak va o'zidan avvalgi minimum zonani yangilab turib, lekin narx mana yangilab turib, narx shu zonadan tepada yopilishi kerak. Mana shu zonadan tepada yopilsa va yopilgan narxni oxirgi shamtoyoqni maksimum zonasini yorib chiqadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Narx xuddi shu joydan razvorot bo'ladi. Bu strategiyaning nomi fake out deyiladi. Xuddi shu narsani mana ko'rishimiz mumkin. Mana birinchi navbatda mana AMD aksiyasida qaranglar. AMD aksiyasi bu pastga qarab yurish holatini birinchi ko'rsataman, keyin tepaga qarab yurish holatini. Chunki biz shu zona, maksimum zonalarni yorib o'tdi, endi narx tepaga qarab yuradi desak, adashamiz. Bizi asl maqsadimiz, asl tradingda daromad qilishimiz arzon olib, qimmat sotishimiz kerak, to'g'rimi? Agar mana bu zona atrofida sotib oladigan bo'lsak, biz qimmat olgan bo'lamiz va pastga qarab mana bunday yurgan vaqtida yaxshigina minusga tushishimiz mumkin bo'ladi. Pastga qarab tushgan mana bu o'zidan avvalgi zonani ko'rsak, mana o'zidan avvalgi zona va xuddi shu zonani yorib chiqyapti, lekin shamtoyoqning tanasi pastda yopilyapti. Ko'rinyapti hammaga? Pastda yopilyapti. Endi xuddi shu
pastda yopilgan shamtayoqni minimum zonasini yorib tushgan shamtayoqdan shortchilar, ya'ni pastga qarab tushishiga savdo kiradiganlar pastga qarab kirgan va narx pastga qarab dars yurib ketyapti. Endi biz halol investitsiya va trading bilan shug'ullanadiganlar xuddi shuni teskari holatda, ya'ni mana bunaqa holatda savdoga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana o'zidan avvalgi minimum zonalari, mana minimum zona kelyapti, narx tepaga qarab va shu zona minimum zonani yorib tushyapti-da, narx tana, shamtayoq tanasi shu minimum zonadan tepada yopilyapti va yopilgan shamtayoqni maksimum zonasini yorib chiqyapti va narx tepaga juda zo'r yurib beryapti. Mana shu holatda o'zida necha foiz daromad berganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 2% dan ko'proq daromad bergan. Xuddi shu bir kunning o'zida bu shamta 2% bilasizlar, $10,000 2%imiz $200, $100,000 bo'lsa $2,000 bir kunda. Bizda shot, yana eslatib o'taman, bizda shotdan muammo yo'q o'quvchilarimizda. Biz o'quvchilarimiz uchun 30,000, 50,000, $100,000 prop shotlarni taklif qilamiz. Keladi o'quvchilarimiz, bizda o'qigan o'quvchilarimiz keladi, o'zini cho'ntagidan rasxod qilib 30,000, $50,000 depozit qilishmaydi, shunchaki investordan oladi va shu shotlarni ishlatishadi. Endi keyingi aksiyamiz HIMS aksiyasi. Mana HIMS aksiyasi bu boshqacharoq holat. Mana bu maksimum zona, deyarli shunga o'xshash maksimum zona. Mana bu maksimum zonani tepaga yorib chiqyapti-da va shu zonadan pastga yorib tushib, lekin tana tepada yopilyapti, to'g'rimi? Va tana tepada yopilgan joydan maksimum zonamizni yorib chiqyapti va shu joyda analiz tepaga qarab berilgan va umumiy holatda bu aksiyani qanday yurib berganini ko'rsanglar bo'ladi. Bir kunning o'zida shu joydan agar savdoga kirilgan bo'lganda umumiy 6,7%, bir kunning o'zida 6% yurib beryapti bir dona aksiyamiz. Albatta bu 1 ga 3 nisbatan, riskimizga nisbatan, misol $100 risk qilsak, $100 ga nisbatan $300 foyda bo'lgan vaqti kirgan stop zonamizni, stop lossimizni kirgan zonamizga qo'yib qo'yamiz yoki 1 ga 3 nisbatda foydaga chiqqan vaqtimizda bemalol savdoni yopsak ham bu to'g'ri savdo bo'ladi. Lekin umumiy holatda ko'radigan bo'lsak, shu biz aytgan zonadan 6% dan oshiq, deyarli 7% ga yaqin bir kunda o'zida aksiyamiz harakat qilib beryapti. Va keyingi aksiyamiz Tesla aksiyasi. Tesla aksiyasi ham xuddi shu zonadan maksimum zonani yorib chiqib, shu zonadan narx tepaga qarab chiqdi va shu zonadan Tesla aksiyamiz ham yaxshigina yurib berdi. Riot aksiyamiz ham minimum zona. Mana bu o'zidan avvalgi shamtayoq, mana bu kelgan zonani, ya'ni yopilgan, tana bilan yopilgan zonani bitta breakdown qilib beryapti-da, lekin narx tepada yopilyapti va umumiy holatda ko'rsak, narximiz juda zo'r atrobotga bo'lib beryapti. Xuddi shu narsalarni, xuddi shu holatda skrinshotlarda biz olib qo'yganmiz. Yana bir bor ko'rsataman. Mana boya Teslani ko'rgan edik, shu joydan bu real bozor vaqtida, bilasizlar, Webullda simulyator qilib orqaga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun ham natijalarni hali aksiyamiz yurishidan avval mana shu joyda biz skrinshot olganmiz va savdoga kirilgan shu joydan narximiz tepaga qarab yurib beryapti. Bu Tesla aksiyasida. Endi Riot aksiyasi boyagi chart zona va tepaga qarab atrobotga qilib bergan. Va Nvidia narx juda ham zo'r ko'tarib berilgan. Mara aksiyamiz xuddi boyagi Webull'dagi holat, chartimizdagi holat, mana bu holat. Hozirgina sizlarga tushuntirib bergan holatimiz strategiya juda ham zo'r o'xshagan va Mara ham 2% dan oshiq daromad bergan. Umumiy holatda menimcha strategiyamiz tushunarli bo'ldi. Yana bir bor qaytaraman. Narx agar maksimum zonada bo'ladigan bo'lsa, o'zidan avvalgi maksimum zonani yorib chiqib, tana pastda yopilishi kerak va narx pastga qarab yurishni boshlash kerak. Agar bu selchilar uchun, agar shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, biz nimaga bu selchilar holatini bilishimiz kerak desak, biz bunaqa holatlarda savdoga kirib qo'ymasligimiz kerak. Buqalar, biz ya'ni narxni o'sishiga savdoga kiradiganlar, bu holatda savdoga kirib qo'ymasligimiz kerak. Negaki
Bu holatda savdoga kirsak, pulimizni yaxshigina minus qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Biz bu holatda ham shortchilarni ham pozitsiyaga kiradigan zonasini bila olsak, shu vaqtda biz zararimiz minimum bo'ladi, deyarli zarar qilmaymiz. Va mana bu holatda biz agar savdoga kiradigan bo'lsak, mana minimum zona yangilanib turib, tana tepada yopsa, bu biz uchun juda zo'r holat bo'ladi, juda zo'r imkoniyat bo'ladi. Shu holat bo'yicha eng kami 1 ga 3 nisbatda mana bu joydan savdoga kirilsa, stop lossimiz mana bu zonaga qo'yiladi. Stop lossimiz shu zonaga va riskimizga nisbatan 1 ga 3 nisbatda foydaga qo'yadigan bo'lsak, misol $100 risk qiladigan bo'lsak, $300 foyda bilan kamida shu bo'yicha ketadigan bo'lsak, risk menejmentimiz ham zo'r bo'ladi. Savdo strategiyasi ham plan bilan savdoga kirilgan bo'ladi va daromadga chiqishimiz oson bo'ladi. Juda oddiy, sodda strategiya, lekin zo'r daromad beradigan strategiya. Xuddi shu va shunga o'xshaydigan strategiyalardan o'quvchilarimiz bizni offline kursimizda, ya'ni Toshkentda offline kurs o'tiladi. Sizlar ham bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilib aloqaga chiqsalaring bo'ladi. O'quvchilarimizning natijalari shu va shunga o'xshash strategiyalar bilan savdo qilinadi va hozir sizlarga natijalarni ko'rsatib o'taman. Bu birgina o'quvchimizni $30,000 bilan boshlagan shot, bu birinchi kunning o'zida, mana birinchi kunning o'zida 2 kunlik ekan. 2 kunning o'zida birinchi kun $100 atrofida foyda qilgan, ikkinchi kuni $622 foyda turibdi. Mana Mara aksiyasida, bir dona aksiyasida shu va shunga o'xshash strategiyalar bilan bir dona aksiyada $322 foydada turibdi. Bir kunning o'zida Riot aksiyasida $300 foyda turibdi. Keyingi skrinshotni ko'radigan bo'lsak, mana bu qilingan foydalari, mana $142 foyda, $84 foyda, $55 foyda. Bu nimaga? Foydalar soni har xil, chunki o'quvchilarimiz risk menejmentni biz ularga juda ham tushunarli tushuntirganimiz uchun, ular o'zlari plan bilan ishlagani uchun savdoga kirgan joyidan narx foydaga chiqqandan keyin, misol risk menejment 1 ga 2 nisbatda yurgandan keyin sotib qo'ymaydi-da, savdoga kirgan zonasiga stopni ko'tarib qo'yadi. Narx take profitini urmasdan stopini ursa ham, zato foydada chiqadi. Kamroq bo'lsa ham foydada chiqadi. Bu sohada, tradingda hamma biladi, asosan pul topish emas, pul yo'qotmaslik muhim. Qachonki pul yo'qotmaslikni siz o'rgansangiz, keyin foydaga chiqa olasiz. Mana bu ko'rsak, mana $27, $55, mana 0 bilan yopilgan pozitsiyalar bor. Minimum zarar va foyda 142, 84, 300, mana bu yerda mana 30, 66 minus bo'lgan taqdirda ham mana $14 gina minus bo'lgan. Foydalari 66, 142 katta foyda, lekin minuslari juda kam. Bu risk menejmentni to'g'ri ushlaganidan o'quvchimiz. Va keyingi natijalar ko'radigan bo'lsak, mana $592 birinchi kun, mana keyin $31,239 ga chiqyapti. 30,000 bilan boshlangan shot $31,239 ga chiqyapti. Sekin mana $31,972. Keyinchalik mana oyda yopyapti $32,858 da. Ya'ni bir oyda 30,000 lik shotdan deyarli 10% ga yaqin foyda qilyapti. Uzoq vaqtdan beri shug'ullanayotgan traderlar biladi, bir oyda 10% ga yaqin daromad bu juda ham zo'r daromad hisoblanadi. Ham riski juda ham kam. 2-3% minus riskka rozi. Biz ularga 4% gina risk, bir oyga 4% gina risk ruxsat berganmiz. Shu 4% risk bilan 10% ga yaqin foyda qilyapti bir oyda. Mana bu o'quvchilarimizning natijalari. Endi bu strategiyalar faqatgina fake out strategiyamizda emas, boshqa strategiyalarda ham ishlab quyidagi daromadlarni olgan. Hozir siz yuqorida ko'rgan natijalar bu bizning o'quvchilarimiz tomonidan qilingan natijalar hisoblanadi. Agar siz ham tradingda xuddi shunaqa o'quvchilarimizga o'xshab mo'maygina daromad qilishni istasangiz, bizda 2 oylik offline kursimiz mavjud. Bu kursimizda 1 oy amaliy, 1 oy nazariy bilimlar berib boriladi va kurs bitirgandan keyin ham sizni onlayn quvvatlash bilan ta'minlanadi. Bu 2 oy davomida sizga biz
fundamental tahlil, texnik tahlil, sentimental tahlil, bozorda analiz qila olish qobiliyati, savdo, risk menejment barcha bilimlarni professional tarzda o'rgatamiz va kurs tugagandan keyin ham sizlarga bonus tariqasida signal kanal beriladi. Undan tashqari, offline kursimizni tugatganingizdan so'ng 1 yilga onlayn kursimizga dostуп mutlaqo tekinga beriladi va yana esdalik sovg'alar va 30 ming, 50 ming, 100 ming dollargacha prop shotlar taklif qilinadi. Agar kursni tugatganingizdan so'ng fond bozorida savdo qilishga cho'chisangiz, u ham muammo emas. Bizda signal kanal bor. Signallar orqali siz ekspertlarimiz sotib ol deganda sotib olib, sot deganda sotib tursangiz ham bemalol daromadga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, video ostida link qoldiraman. Shu linkka kirib, offline kursimizdan ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, xuddi mana shu link orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga 10% chegirma taqdim etiladi. Hammaga rahmat. Nur Invest. Moliyaviy erkinlik sari biz bilan qadam tashlang.